Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Angliya yozuvchisi George Orwell yozgan 1984 romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda O'Brienning Winstonni so'roq qilgan uning mingsini yug'an yerlarini o'qib o'tgaydik. Endi davomini o'qiymiz. Sening o'zgartirishing 3 bosqichdan tarkib topgan: o'rganish, tushunish va qabul qilishdan iborat. Әмді ikkinchi bosqichga kiradigan vaqting bo'ldi, dedi O'Brien. Winston avvalgidek karvatda o'ngda yotadi. Yaqinning yoqi uning bog'loqlari xeyli bo'shab qoldi. U yanala karvatga muqimlashtirib etilgan bo'lsa-mu, hozir tizini midirlita olaydi. Beshini ikki tarafga buriya olaydi. Belikini jaynikidan ko'tara olaydi. Kontrolg'ushmu ancha qo'rqinchli tuyulmaydigan bo'ldi. Agar Winston hushyor tursa, uning qiyinishidan saqlana olaydi. Odatda u O'Brienning savollariga oldida sal kalvolishib qolganda, andin tutqish ko'tariladi. Ba'zida ular butun bir bosqichni tutqishni bir qatimi tutib solmay o'tkazadi. U bu yerda qancha bosqichni beshidan o'tkazganini eslay Butun jarayon Winstonga to'liq uzun bilinadi. Balkim bir necha hafta bo'lgandir. Bosqichlar orasidagi vaqt ba'zida bir necha kun davomlashadi. Ba'zida hatto 1-2 soatdan keyinla yengisi boshlanib ketadi. Bu yerda yotqiningda, dedi O'Brien. Sen tula o'ylab ketding, hatto mendan so'rading. Shafqat ministerligi nimishqa shuncha jiq vaqtni menga sarf qilib avora bo'lib ketdi deb. Sen qo'yib etilib erkinlikka chiqqanda bu savol seni yana qiynaydi. Sen o'zing yashayotgan jamiyatning ostidagi mohiyatni emas, balki uning mexanik qurilmasini tushuna olaysan. Xotirangdagi men qandoqligini tushuna olayman, ammo nima uchunligini tushuna olmayman deb yozganing esingdimi? Sen nima uchun ne o'ylagan vaqtingda o'z aqlingdanmi gumon qilib qolasan. Sen Goldsteinning kitobini azroq bo'lsin o'qiding. U kitob sana sen bilmaydigan bir narsa deb beraladimi? Siz uni o'qiganmi? Yozgan. Yoki mundaqil deganda uni yozish qatnashgan. Bilasan, har qanday kitob yolg'iz yozilmaydi. Uningda deyilganlar rostmi? To'g'ri bayon qilib bergan deyishga bo'ladi. Ammo u o'ttirg'a qo'ygan programma bir quruq gap. Ya'ni avval maxfiy yo'sinda bilim to'plash, tadrijiy oqartish, oxirida proletarlarning isyoni, andin partiyani og'dirish, balkim o'zingmi faraz qila olgan bo'lishing mumkin. Mana bu u kitob demoqchi bo'lgan gap. Proletarlar hargiz qo'zg'almaydi. 1000 yilda, million yildami isyon ko'tarmaydi. Ular qila olmaydi. Sana sababini deb berishimning hojat yo'q. O'zingmi bilib bo'lding. Agar sen qurol kuchi bilan biror ish bo'lib qolarmiki deb tush ko'rgan bo'lsang, endi bu tushlardan voz kech. Partiyani og'dirish mumkin emas. Partiyaning hukmronligi mangulik. Mana mushu o'y xiyollaringni chiqish nuqtasi qil. U karvatga yiqilib, mangu dedi. Endi biz qandoq, nima uchun degan savollarga qaytib kelaylik. Sen partiyaning qandoq qilib taxtini tutib tura olmaydiganligini bilsan. Endi menga nima uchun bizning huquqqa shuncha chaplashib oldiganligimizni so'zlab ber. Bizning maqsadimiz, muddaiyimiz nima? Nima uchun bizda cho'qim huquq bo'lishi kerak? Qani so'zla. Dedi u Winston sukutga bitib ketganda. Ammo Winston yana 1-2 minut lam-jim demedi. İç-içidan chiqayotgan bir harg'inlik uni besib olgan edi. O'Brienning chiroyida hiliqi saranglarcha qizg'inlik yana bilinar-bilinmas paydo bo'ldi. Winston O'Brienning nima deydiganligini biladi. Partiya huquqni o'zining manfaati uchun emas, balki faqat ko'p sonli xalqning manfaati uchun qo'g'lashadi. Ularning huquqni qo'g'lishi shuning uchunki, avam tulumu qo'rqinchoq. Ojiz, maqluqlar bo'lib erkinlikka bardoshlik berilmaydi. Haqiqatga yuzlanolmaydi. Cho'qim o'zidan kuchliklar tarafidan sistemalik oldinib turishi lozim edi. İnsanlar erkinlik bilan baxtdan birini tanlashi lozim edi. Ko'p sonli kishilar uchun baxtni tanlash yaxshiroq edi.
Partiya acizlarning мәңгүлік qo'g'dug'uchisi. Boshqalarning baxti uchun o'z baxtini qurbon qilib, yomonlik qiladigan bir guruh edi. Winston tuyuqsiz o'ylab qoldi. Navoda O'Brien mushlarni uningga so'zlab bersa, uning ishinib qilishi bir qo'rqinchli ish edi. Buni Winstonning chiroyidanmi ko'rgil bo'ladi. O'Brien hammani biladi. U Winstonga qaraganda dunyoning zodi qandoqligini, insonlarning qandoq nachar holda yashayotganligini, partiyaning ularni qandoq yolg'on va vahshiyliklar bilan tutib turayotganligini ming hassa obdan biladi. U bularning hammasini ayt obdan bilib bo'lgan, dangsab bo'lgaydi. Oxirgi maqsad uchun hammasi to'g'ri deb biladi. Winston o'yladi. O'zingdan aqlliq gapingni anglab qo'yib yana o'zing tavalligida ching turadigan bir talvining oldida sen yana nima qila olayding? Sizlar bizning manfaatimiz uchun bizni boshqursizlar, dedi Winston ojiz ovozda. Sizlar insonlar o'zlarini o'zi boshqurishga mos emas deb qaraysizlar. Shunlashqa. Winston to'lab ketdi. Qattiq og'riq yana uning butun badaniga tarqadi. O'Brien tutqushni 35 ga ko'tardi. Bu bir dötlik Winston, dötlik! Sen bundaq gaplarni qilib yurmasliging kerak edi. U tutqushni yondirib va gapini davomlashtirdi. Javobini endi men deb beray. Partiya huquqni o'z manfaati uchunla qo'g'lishidi. Biz boshqalarning manfaatiga qiziqmaymiz. Biz faqat huquqqa qiziqamiz. Hargizmi boylik, hashamatli turmush, uzun umr yoki baxt qatorliqlarga emas. Faqat huquqqa. Huquq degan nima? Sen buni hozir tushunsan. Biz burunqi barliq oligarxiyalarga o'xshamaymiz. Biz o'zimizning nima qilayotganligimizni obdan bilamiz. Boshqalar, hatto bizga asla o'xshaydiganlarmi qo'rqinchoq va soxtapazlar edi. German natsistlari va Rus kommunistlari usul metodda haqiqatan bizga eng zo'r darajada yiqilisha olgan. Ammo ularmi o'zlarining haqiqiy muddaosini tunishga jur'at qila olmagan. Ular mayli rost yoki yolg'on bo'lsin, biz huquqni amalning yo'qidan xolamay qo'lga oldik. Yaqin kelgusida insonlar barobar erkin yashaydigan bir jannat qurildi deb qaragan bo'lishi mumkin. Lekin biz undaq emas. Bizga ayon. Hech kim huquqni bir mezgildan keyin boshqalarga o'tkazib berish uchun qo'lga olmaydi. Huquq vosita emas, balki maqsaddir. Hech kim inqilobni qo'g'dash uchun diktatura qo'zg'ab yurmaydi. Jazolashning nishoni jazolash. Qiynashning nishonimi qiynash. Xolos. Huquqning maqsadim huquq. Endi demakchi bo'lganimni tushunyapsansan. Winston doimgidek O'Brienning chiroyidagi harg'inlikdan cho'chib ketdi. Bu go'shlik yuz edi. Uningdan qat'iylik, rahimsizlik, shundoqla aql-farosat chiqib turadi. Qizg'inlikmi, so'g'aqqonlikmi bor edi. Doim Winstonni amalsiz, bichora his qildiradi. Ammo bu yuz charchig'aydi. Ko'zlarining osti xaltalashgan, yuz terilari sangilgan edi. O'Brien Winstonga yo'linib turib, uningga yuzini maqsadlik yaqinlashtirdi. Sen mening yuzimni qiyiribdi, charchabdi. O'zi kuch, huquq haqida so'zlayotdi-yu, o'zining badanining ojizlab ketishining oldini ola olmaydi, deb o'ylayotsan. Winston, sen bir shaxsning faqat bir hujayra ekanligini tushunmaysan. Hujayraning charchaganligi organizmning jo'shqin hayotiy kuchidir. Sen tirnoqingni elivetsang, o'lamsan Winston. U karvatdan turib, qo'lini yanchuqiga solgan peti yana oldi-keyniga mingishga boshladi. Biz huquqning poplarimiz. Xudo huquqdir. Ammo hozir sening nazaringda huquq faqatla bir so'zdan iborat. Endi sen huquqning zodi nimaligini tushunmasang bo'lmadi. Sen tunib yetishing lozim bo'lgan birinchi ish shuki, huquq kollektiv xarakterda bo'ladi. Bir yakka shaxsda u o'zining yakkiligini yo'qotqichila huquq mavjud bo'ladi. Sen partiyaning uni shuarini bilasan. Hurlik, qulluqdir. Haqiqatning dal uning ta'tirsicha ekanligi kallangga kelmadimi? Qulluq erkinlikdir. Yakka erkin inson mangu mag'lub bo'lg'uchidir. U cho'qim shundoq bo'lish kerak. Chunki har qanday bir inson o'ladi. Barliq mag'lubiyatlarning eng cho'ngi mana shu. Agar inson
mutlaq, üzül-kesil bo'y sunsa, o'zining kimligidan qutulsa, o'zini partiyaga atayolsa, qo'shib yetalisa, u partiyaga aylandi. Kuchlik bo'ladi, o'lmaydi. Sen tunib yetishing lozim. Ikkinchi ish shuki, men tilga ilayotgan huquq insonlarga yurgiziladigan huquqdir. Ya'ni badanga eng muhimi onga yurgiziladigan huquqdir. Modda ustidagi huquq sen balkim uni tashqi reallik deb atashing mumkin. Muhim emas. Bizning moddani kontrol qilishimiz burun mutlaqlashib bo'lgan. Kontrollovich Winstonning kalisidan bir pas chiqib ketdi. U badinini tiklab o'tirishga qattiq kuchab baqdi-yu, ammo badinini aron qimirlatoldi. Moddani qanday kontrol qila olasizlar? deb tashildi Winston kuchli talaffuzda. Sizlar hatto klimat, yerning tortish kuchi, ya'ni kasallik, og'riq, o'limlarni kontrol qila olmaydigan tursanglar. O'Brien uni qo'l ishorasi bilan tinchlantirdi. Biz ongni kontrol qila olg'ashqa, moddani kontrol qila olamiz. Reallik degan kalining ichidagi narsadir. Buni asta-asta bilib qolsan, Winston. Biz qila olmaydigan ish yo'q. Ko'rinmaslik, leylash. Biz har qanday ishni qila olamiz. Agar men xohlasamla, men sopun ko'pigidek mush yerda leyliya olayman. Ammo men buni xohlamayman. Chunki partiya xohlamaydi. Sen 19-asrdagi tabiat qonuniyati haqidagi bilimlardan qutulishing lozim. Tabiatning qonuniyatini biz barpo qilamiz. Biroq unda qila olmaysizlar. Sizlar hatto mushu plantningmi haqiqiy xo'jayin emas. Sharqiy Osiyo, Yevro Osiyolarchu, sizlar texi ularni bo'ysundira olmadinglar-ku. U muhim emas. Payti kelganda bo'ysundiramiz. Agar unda qilmasaqchu, yana bizga nima foyda, nima ziyon? Biz ularni mavjudlikning sirtida qo'ya olamiz. Dunyoning o'zi okeaniya shu. Ammo dunyo bir chang-to'zonlar xolos. Inson bo'lsa intayin kichik bir bichora maxluq. İnson barliq kelgili qanchalik bo'ldi? Yer sharida necha million yillar odamzod yashamagan edi. Quruq gap. Yer sharining umri insonlarniki bilan teng. Qandaqmi insonlarnikidan uzun bo'lsin? Hech qandaq shay'i insonning engidan o'tmay mavjud bo'la olmaydi. Ammo nurg'un hayvonlarning tashqa aylanib ketgan ustixonlari bor-ku. G'oyat zo'r o'milguchi hayvonlar, sut tishliq fillar, insonlar paydo bo'lishdan ilgarilar yashagan-ku. Sen bu ustixonlarni ko'rib baqqanmi, Winston? Albatta ko'rmagan. 19-asrdagi biologlar topgan gap bu. İnsanlardan burun yer sharida hech nima yo'q edi. Navoda insonlarning nasli qurib ketsimi, ulardan keyin yana hech nima qolmaydi. İnsondan sirt hech nima mavjud emas. Ammo butkul olam bizdan sirt mavjud-ku. Yulduzlarga qarang. Ba'zilari bizdan necha million yo'riqliq yili yiroqlikda. Ularga biz mangu yetib bora olmaymiz. Yulduz degan nima u? So'rdi u Winstondan parvosizlarcha. U faqat bir necha kilometr yiroqlikdagi o'tlarning ushqini. Biz xohlasak-la ularga yetib bora olamiz yoki ularni to'sib yetalaymiz. Yer shari olamning markazi. Yulduzlar va quyosh uni aylandi. Winston tortishqandek bir harakat qildi-yu, ammo buda gap qilmadi. O'Brien xuddi deyilib bo'lgan bir gapga raddiya bergandek gapini davomlashtirdi. Albatta, ba'zi maqsadlar uchun bu to'g'ri emas. Dengizda ekspeditsiya qilganda kunning tutilishi, oyning tutilishini kuzatganda yer shari quyoshni aylandikan. Yulduzlar necha million kilometr yiroqlikda ekan deb qarasak, ondan qulay bo'lganligini bayqaymiz. Ammo undaq bo'lsin nima bo'pti? Sizningcha bir ikki xil astronomiya ilmi barpo qila olamdiq. Yulduzlar bizning ehtiyojimizga asosan yaqin yoki yiroq bo'lsa bo'laverdi-ku. Sizningcha bizning matematiklerimizning qo'ldan bular kelmasmi? Sen qo'sh tafakkurni unutib qoldingmi? Winston karavotda tugilib yotdi. U nimalar demisin? Bu hozir javoblar uning cho'qqisiga xuddi bozgandek tushadi. Shundaqdimi u yanala o'zining to'g'riligini bilatdi. Odamning engining sirtida hech nima mavjud emas deganga
raddiya bergili bo'ladigan gap chuqum bor. Buning bir səpsətə işkənligi isbatlanıb bolğılı uzun bolğan emasmı? Hatta buning bir nomimi bor edi. Bu Winstonning esida qolmagan edi. O'Brien engishib Winstonga qaraganda uning eg'izining bir burjigida bilinmas bir kulka paydo bo'ldi. "Men sana degan Winston, sen metafizikada ojiz. Sen topolmayotgan gap menchilik. Ammo sen xatolashding. Bu menchilik emas. Agar xohlasang, kollektiv menchilik deb atsam bo'ladi. Ammo bu o'xshamaydigan uqum. Amaliyotda dal menchilikka qarama-qarshi uqum. Buningda biz temadan chetnab ketimiz", dedi O'Brien talaffuzini o'zgartib. "Biz kecha kunduz qo'lga keltirishga kurash qilayotgan kuch huquq sheylarga emas, odamlarga hukmronlik qiladigan huquqdir." U yana birdam to'xtab olib, go'yo o'qituvchi umidlik yosh notaga dars o'tayotgan holatda so'zini davom etdi. "Bir odam o'zining huquqini, kuchini qanday qilib boshqa bir odamga yurgiza oladi?" Winston o'ylandi. "Uni azoplash orqali", dedi u. "Dal to'g'ri. Uni azoblash orqali. Bo'ysunishning o'zila yetarlik emas. U azoblanmaguncha sen uning o'zining irodasiga bo'ysunatamdu yoki seninkigimi deganni qanday bilsan? Huquq boshqalarning jinini qiynash va ularni haqoratlashda. Huquq insonlarning engini chul-chul qilib etib, ondan uni o'zing xohlagan shaklda yasab chiqishda. Ko'ratamsan. Biz qanday dunyo barpo qilyapmiz? Dal ilgariki hamoqat islohotchilar tasavvur qilgan rohat farog'atlik utopiyaning aksini barpo qilyapmiz. Bu qo'rqinch, osiylikqa to'lgan dunyo. Dafsanda qilish va qilinishga to'lgan dunyo. Bu o'zini isloh qilgan seri shuncha shafqatsizlangan dunyo. Bizning dunyamizdagi ilgirlash texmo og'ir azobga qarab mongan ilgirlashdir. Kona madaniyatlar o'zlarini muhabbat, adolat ustiga qurilgan deb da'vo qilishidu. Bizningki bo'lsa nafrat, o'chmalik ustiga qurilgan. Bizning dunyoyimizda qo'rqinch, g'azab, saranglarcha tantana va o'zini kamsitishdan boshqa hech tuyg'u bo'lmaydi. Biz hammani vayron qilamiz. Biz odamlarning inqilobdan burungi davrdan qilib qolgan tafakkur odatini allburun buzib bo'ldik. Biz ota-ona bilan farzand, odam bilan odam, er bilan ayolning orasidagi munosabat rishtasini uzib bo'ldik. Hech kim o'zining ayoli, bolasi, do'stiga ishonmas bo'ldi. Balalar xuddi katakdagi tuxumdek tug'ilishi bilanla olib ketiladigan bo'ldi. Jinsiy istaklarim yo'qoyotdi ham yo'qaydi. Nasl qoldirish xuddi normal kartasini yilda bir yangilagandek yangilab turadigan bir rasmiyatga aylandi. Biz jinsiy aloqadagi yuqori pallini yo'q qilamiz. Bizning neurologlar bu haqdagi tadqiqotni allburun boshlayapti. Endi partiyaga bo'lgan sadoqatdan boshqa insonlar orasidagi sadoqat yo'qaydi. Xo'jaqiga bo'lgan muhabbatdan boshqa muhabbat bo'lmaydi. Dushman ustini g'alaba qilgandagi tantandan boshqa kulka deydigan narsa tugaydi. Adabiyot, san'at, fan texnika bo'lmaydi. Go'zallik bilan sattikning farqi qolmaydi. Qiziqish, havas, turmushdan huzurlanish deganlar bo'lmaydi. Barliq huzur lazzat tugaydi. Ammo shuni unutib qolma Winston. Huquqqa bo'lgan mastonlik borgan sari kuchayib, nozuklashib mangdi. G'alabaga bo'lgan asabiy intilish, ojiz bichar dushmani yonchib tashlashdan kelgan huzur, lazzat har doim mavjud bo'lib turdi. Agar sen kelgusini tasavvur qilmoqchi bo'lsang, sen bir o'ttukning odamning yuzini dassab turgan ko'rinishni ko'z oldingga keltirsang bo'ladi. Mengu. U xuddi Winstonning bir narsa deyishini kutgandek so'zidan to'xtadi. Winston karvatini azroq ko'tarilmoqchi bo'ldi, ammo u hech nim deyolmadi. Uning yuragi muzlab qolgandek edi. O'Brien davomlashtirdi. Esingda bo'lsin, bu mengu shundoq bo'ladi. Bu 100 mengu mushundoq dassilib turdi. Yot ideyadiklar, jamiyatning dushmanlari doim mavjud bo'lib turdi. Shunga ular doim mag'lub qilinadi, dafsanda qilinadi.
haqorat ostida bo'ladi. Sen qo'limizga tushgandan boshlab, sening beshingga kelgan ishlar buningdan keyinmi davomlashadi. Hatto texmi kuchaydi. İşpiyonluq, satqunluq, tutuş, sulash, qiynash, o'ltirish, yo'qab ketishlar hargiz oxirlashmaydi. To'xtatilmaydi. Bu bir qo'rqinch, vahimaga to'lgan dunyoga aylandi. Partiyaning huquqiy kuchi oshgan sari u shuncha shafqatsiz, savrsiz bo'lib ketadi. Qarshilik ojizlashgan sari bostirish texmi kuchaydi. Goldstein va uning gumashlari mangu mavjud bo'ladi. Har kuni, har minutda ular mag'lub qilinadi, mazoq qilinadi, tushkiriladi, biroq mangu saqlanib qoladi. Sen bilan men 7 yilning yoqi o'ynagan bu drama bundan keyinmi qayta avlodma-avlod o'ynaladi. Texmi nozuk, texmi ustulik bilan o'ynaladi. Mana shundoq. Düşmanlar doim qo'limizda og'riqdan tovlaydi, dassiladi, chaylinadi, kamsitiladi, haqoratlanadi, oxirida tova qiladi. O'zidan qutuladi, o'zi xolab oyog'imizga yiqilib yelinadi. Mana bu biz barpo qilayotgan dunyo, Winston. Zafar keyindan zafar, tantana keyindan tantanaga to'shqan dunyo. Mangu huquqqa isladigan, intiladigan dunyo. Ko'rib turibdimanki, senmu dunyoning amdi qandoq bo'ldiganligini tushunib yetishga boshlading. Ammo oxirida sen uni tushunibla bo'ldi qilmaysan. Uni qabul qilasan, qarshi olasan, uning bir qismiga aylanasan. Winston gap qilg'idek mag'dur yig'di. Unda qila olmaysan, dedi u ojizona. Sen nim demoqchi, Winston? Sen o'zing degandek undaq bir dunyoni qura olmaysan. U bir tush. U mumkin emas. Nimishqa? Bir madaniyatni o'chmanlik, qo'rqinish, yovuzlik ustiga qurib chiqil bo'lmaydi. Hargiz uzoqqa bora olmaydi. Nimishqa bo'lmag'idak? Uningda hayotiy kuch bo'lmaydi, birlik bo'lmaydi, parchalandi, o'zligida vayron bo'ldi. Sen texcha nafrat, o'chmanlik odamni muhabbatdan baxo'rtidi degan tushunchada ekansan. Nimishqa shunda bo'lsin? Agar shundoq bo'lgandimi, uning nimaga foydasi bor? Balduroq qerishini tanladik deyli. Ömrimizni teziltib 30 yoshlarda o'lib ketadigan bo'ldikmi deyli. Buning nima farqi bor? Sen texcha shaxsning o'limining o'lim emasligini tushunmadingmi? Partiyalar o'lmasdir. Xuddi har doimgidek O'Brayinning so'zi Winstonning dimini ichiga tushiribdi. Uning ustiga agar u O'Brayinninkiga qo'shilmaslikqa ching turaversa, yana tutqishni ko'tararmi degan qo'rqinch uningdan neri bo'lmaydi. Ammo u yanala sukut qila olmadi. U O'Brayinning deganlaridan paydo bo'lgan ashu vahimaga tayinibla to'limu ojizona, zukunni yo'q holatda o'zining qaytarma zarbasini boshladi. Bilmayman, korim yo'q. Ish qilib sizlar mag'lub bo'lasizlar. Bir nima chuqum sizlarni mag'lub qiladi. Hayot sizlarni mag'lub qiladi. Hayotni biz kontrol qilamiz, Winston. Hamma qatlamini. Sen hozir inson tabiati bizning qilganlarimizdan g'azab, nafratga to'lib bizga qarshi chiqdi deb tasavvur qilyapsan. Winston, ammo inson tabiatini biz yaratamiz. İnsanın qayta quruluş mümkinçiligi cheksiz. Sen balkim proletarlar yoki qullar qo'zg'ilib bizni og'dirib yetidi degan ideyaga qaytib qolgan o'xshaysan. Ular himotsiz, tanho, bajoyiki hayvondaklar. Partiya ondan insoniyatdir. Boshqalar sirtkilardir. Munosabatsizdir. Buning bilan korim yo'q. Ish qilib oxirida ular sizlarni mag'lub qiladi. Aman bir kuni ular sizlarning mahiyatinglarni ko'rdi. Anda sizlarni o'zil kesil bichit qilib o'tdi. Mushundaq bo'layotganlikning biror isbot alomatlarini ko'rib baqdingmi? Yoki shundaq bo'ladi deydigan boshqa asoslaring bormi? Yo'q. Ammo men ishonman. Sizlarning mag'lub bo'lganligingizga ishonman. Ish qilib bu dunyoda sizlar mengu yengilmaydigan ba'zi narsalar bor. Nimaligini bilmayman. Bir xil ruh,
yoki bir xil prinsipdir. Sen Xudoga ishonamsan, Winston? Yo'q. Undaqda qaysi prinsip u bizni mag'lub qilib yetadigan? Bilmayman. İnsanlarning ruhi. Sen o'zingni odam deb qaramsan? Ha. Agar seni odam degil bo'lsa, undaqda sen eng oxirgi odam hisoblansan. Sen o'xshashlar allaburun tugidi. Mana bizlar varislar. O'zingning yolg'izligini bilamsan. Sen tarixning sirtida, sen mavjud emas. Uning albozi o'zgarib, intonasiyasi qattiqlashdi. Sen bizning yovuzligimiz va yolg'onlarimiz sababidan o'zingni axloqiy jihatda bizdan ustun deb qaramsan? Ha. Men o'zimni ustun deb qarayman. O'Brien gap qilmadi. Ikki ovoz so'zlashyotdi. Winston bir necha minutdan keyin u ovozning birining o'zining ovozi ekanligini tudedi. Anglayotgani u O'Brienning uyida qarindoshlarga a'zo bo'lgan hiliqi kechda ikkisi orasida bo'lgan paranglar edi. Winston o'zining yolg'on aytishga, o'g'rilik qilishga, odam o'ltirishga, zahar chekishga, qaymoq turishga, buzuqchilik, fohishvozlikqa, jinsiy kasalliklarni tarqitishga, bolalarning yuziga kislota chechishga bergan va'dalarini angladi. O'Brien buni anglatishning xuddi hech nimaga foydasi yo'qdek sal taqatsizlanib uni to'xtatdi. "Karvatdan tur!" dedi u. Bog'liq bo'shtilg'a edi. Winston bir do'ng'iyib, bir daldangshib degidek aron o'ri turdi. "Sen eng oxirgi odam", dedi O'Brien. "Sen inson ruhining qo'g'dug'uchisi. Sen o'zingni bir ko'rib qo'y, kiyimlaringni sol." Winston formasini tutib turgan bir sho'ynini bo'shatdi. Sirtmisi aliburulla bo'shab chiqib ketgan edi. U qo'lga ilingandan buyon qachonlarda kiyimlarini silib boqqanligini eslay formasining ichida kirlashgandan sarg'ayib ketgan bir jo'ndak latini ko'rdi. U sinchilab qarab, uning o'zining ich kiyim ekanligini aron tuniy oldi. U bularni silib yerga tashlaganda, uyning yana bir beshida qo'yilgan bir 3 taraflik aynakni ko'rdi. U aynak yaqinlashdi. Ondan birdilla to'xtadi. U ixtiyorsiz tovlab tashildi. "Yiqilishiver! Aynakning ikki qantichi kir. Yon tarafni aniq ko'ra olaysan." U qo'rqib turib qoldi. Mukchiyib qolgan. Butun badanda qon didor yo'q. Iskeletdek bir maxluq uningga qarab kelyotdi. U uning o'zi ekanligini bilganligidala emas, uning tashqi qiyofatidanmi haqiqatan qo'rqdi. U aynakka yaqinlashdi. Mukchiyib turg'ashqa bu maxluqning yuzi oldiga chiqib qolgandek ko'rinadi. Bu bir umidsizlik qoplagan bir mahbusning yuzi bo'lib, keng peshonasi, chechi tushib ketgan kallasi bilan qo'shilib, qaqas bir dalaga o'xshab qolgan edi. Burnimi egilib qolgan edi. Mang'in so'ngaklarimi qattiq tayoq yegandek moymoqlashib ketgan edi. Ko'zdan bo'lsa bir xil urkush, vahshiylik chiqib turadi. Chiroyini qo'ruq qoplab ketgan. Eg'izi bo'lsa ichiga petib ketgandekli ko'rinadi. Bu Winstonning yuzi edi. Uningga yuzi ichidanmi bakrak o'zgarib ketgandek bilindi. Uning hozirgi his tuyg'usi chiroyi zohir qilinganiga hargiz o'xshamaydi. Uning chechi asosan degidek tushib ketgan edi. U tunji qitim yuzining kulrangga kirib qolganini sezdi. Biroq faqat uning beshila shundoq kulrang turadi. Yana uning qo'li va ko'zidan boshqa butun badanimi necha yillik kir qasmoq dastidan asli rangini yo'qotib, kulrang bo'lib qolgan edi. U yer bu yerda qizil jarohat izi turadi. Mushug'idagi jarohatining atrofimi ishib, shalvarab, u yerdagi terileri tushib ketishga boshlagan edi. Ammo haqiqiy qo'rqinchli ish uning badanining bir teri, bir ustixon bo'lib qolganligi edi. Uning quvurg'isi mana deb chiqib qolgan edi. Tizimu yompishidan to'mroq ko'rinadi. U hozir O'Brienning nemishqa yondan ko'rinishga buyurganligini tushundi. Uning umurtqisi qismoqdek egilib ketgan edi. Gavdisi oldiga egilib qolgan, ko'ksimu ichiga kirib ketgan edi. O'ruqlab bir siqim qolgan bo'yni ustidagi bishini ko'tarolmay egilib qolgan edi. Mundaqli qarmoqqa uning badani uzun yil kasal tortib ketgan 60 yoshlar atrofidagi odamning badanidek ko'rinadi.
Sen ba'zida mendek ichki partiya a'zolarining yuzini tulumu harg'in, qeri deb o'ylayding. Endi o'zingnikini qandoq o'ylayapsan? O'Brien Winstonning mo'risidan tutib uni tishladi. Shuning bilan Winston uningga ro'baro o'tirdi. Hozirgi holingga qara. Bütün badingni qaplab ketgan mav dog'larga, put barmoqlarining orasidagi qasmoqlarga, pochiqingdagi odamning ko'nglini ilashtirgan ov shalvarab ketgan yaraga qara. O'zining eg'ildagi o'shkidek sisib purab ketganligini bilamsan. Balki uningga diqqat qilg'uchiligingmi qolmag'andi. O'ruqlab iskilitdek bo'lib ketganingga qara. Ko'rdingmi? Usti biliking mana mushu ikki barmoqining orasiga keladi. Bo'yningni qushqashning bo'ynini uzgandek uzib talayman. Qo'limizga tushgandan boshlab 25 kilogram yadab ketganligini bilamsan. Chechingmi to'xtamay tushyotidi. Qara. U Winstonning beshiga qo'lini oparganda qilibla bir siqim chochni yulib uningga ko'rsatdi. Eg'izingni ocha. 9, 10, 11 tishing qapti. Bizning qo'limizga tushganda nechisi bor edi? Mana mushu qip qolganlarimi tushib ketaylar deb qapti. Qara. U kuchlik barmoqlari bilan Winstonning oldidagi tishini tutib tortdi. Qattiq bir og'riq uning javg'iyidan butun badaniga tardi. O'Brien uning tishini yildizidan yulib olgan edi. U tishini kamerning o'ttirsiga tashildi. Sen yigilab ketyapsan. Ustixonlaringmi o'zini qo'yib berdi. Sen nima? Bir tog'ar axlat. Endi burilib aynak qarab baqa. Sana qarab turgan narsani ko'rdingmi? Mana mushu eng oxirgi odam. Agar sen inson bo'lsang, mana bu insoniy ruh. Kiyimlaringni kiy. Winston to'limi asta, qolashmagan harakat bilan kiyimini kiyishga boshladi. U ta mushu kamgacha o'zining bunchalik o'ruqlab, ojizlashib ketganligini bilmagan edi. Uning qalbisida faqat bu yerda o'zi tasavvur qilgandimi uzun turganligina bor edi. U qasmoqlashib ketgan ich kiyimini kiyayotganda badaniga qarab birdilla intayin ichi serilib ketdi. U o'zining nima ish qilayotganligini bilmaydi. U karvatning yindiki kichik o'rindiqda o'ltirib, o'zini tutolmay qattiq o'ksib ketdi. U o'zining qanchalik ko'rimsizlashib ketganligini bildi. Kuchlik chiroq nuri ostida qasmoqlashib ketgan yirtiq latiga o'rab qo'yilgan bir iskilit o'zini tutolmay yig'lamoqda edi. Bu qitimliq roman o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelgan qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.